Bugun ertalab bir mashina yondi. Kechqurun yana biri. Ertaga nechta bo'ladi? Hech kim bilmaydi. Hatto o'sha mashinalar egalari ham kechagacha bilmagan edi. Ko'chada, zapravkada, to'xtash joyida, oddiy kun, oddiy mashina, oddiy haydovchi va bir necha soniyada barchasi o'zgaradi. Xo'sh, nega bu holatlar tobora ko'paymoqda? Bugun shu savolga javob qidiramiz. Siz hozir ko'rayotgan bu kadrlar biror jangari kinodan olingan maxsus effektlar emas. Bu aynan hozirgi kunda O'zbekiston ko'chalarida yuz berayotgan haqiqiy fojialar. Har kuni ijtimoiy tarmoqlarda kamida bitta avtomobil yo'l o'rtasida yonib ketgani haqida dahshatli videolar tarqalmoqda. Tasavvur qiling. Salonda gaz hidi kelyaptimi? Ko'pchilik bunga salgina isi kelyapti. Keyinroq ko'rsataman deb beparvo bo'ladi. Aynan mana shu beparvolik kapot ostida to'plangan gazning bitta uchqundan alangalanib ketishiga sabab bo'ladi. Gaz uskunalarini tekshirishni faqat texnik ko'rikda emas, har oyda bir marta usta nazoratidan o'tkazish shart. Birinchi va eng ko'p kuzatiladigan sabab gaz ballon uskunalariga o'z vaqtida va to'g'ri texnik xizmat ko'rsatilmasligidir. Ma'lumki, yurtimizdagi ko'plab avtomobillar metan yoki propan gazida harakatlanadi. Yong'inlarning aksariyati esa tizimdan gaz sizib chiqishi oqibatida yuzaga keladi. Yozgi jazirama issiqda dvigatel xonasidagi yuqori harorat ta'sirida gaz shlanglari eskirishi, qurishi va ularda mayda yoriqlar paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi muhim omil elektr tizimidagi qisqa tutashuvlardir. Zamonaviy mashinalar juda murakkab elektr tarmoqlariga ega. Ko'pincha haydovchilarimiz mashinaga qo'shimcha qulayliklar, masalan, multimedia tizimlari, videoregistratorlar yoki qo'shimcha yoritichlar o'rnatishadi. Bu jarayonda eng muhim narsa elektr yuklamasini to'g'ri hisoblash va simlarni yuqori sifatli izolyatsiya qilishdir. Agar qo'shimcha uskunalar texnik talablarga rioya qilinmasdan ulanib qolsa, tarmoqda kuchlanish ortadi. Natijada simlar qizib, qisqa tutashuv kelib chiqadi va bu yong'inga sabab bo'ladi. Har qanday elektr ishlarini faqatgina professional va tajribali mutaxassislarga ishonib topshirish lozim. Haydovchining beparvoligi eng katta dushman bilasizmi? Yong'inlarning katta qismi texnika nosozligidan emas, odamning o'zidan boshlanadi. Kapotdan tutun chiqyapti, havo sovuq, bu shundoq ko'rinadi. Mashina g'alati hid chiqaryapti, kecha ham shunday edi, o'tib ketdi. Akkumulyator shishib qolgan, hali ishlayapti-ku, keyin almashtiraman. Gaz tizimi o'rnatganiga 5 yil bo'lgan. Hech kim tekshirmagan, biznikida bunday bo'lmaydi. Aynan mana shu gaplar, aynan mana shu o'y odamlarni eng xavfli holatga olib keladi. Chunki yong'in sizga qulay paytda kelmaydi. U kutmaydi. U siz tayyor bo'lmagan payt keladi. Eng qo'rqinchli narsa nima? Keyinchalik aytilgan bitta gap, bilgan edim, lekin e'tibor bermadim. Biz ko'pincha o'ylaymiz yong'in, avariya, falokat. Bu boshqalarga bo'ladi. Televideniyada ko'rinadigan narsalar. Qo'shninikida bo'ladigan narsalar. Lekin hech qachon o'zinikida emas. Mashina bu temir. Uni tiklash mumkin. Pul topiladi. Lekin o'sha bir soniya, o'sha bitta qaror hammasini hal qiladi. Hozir bitta narsa qiling. Mashinangizga qarang. Yaqinlaringizga qarang. Va o'zingizga savol bering. Men tayyor bo'lsam bu bo'lmaydi. Men tayyor bo'lmasam bu bo'ladi. Hayot bir marta.